Barchaga qadrdonlarga assalomu alaykum. O'rtoqlar, bugun Dacha Parijdamiz. Qisqagina videorolik tayyorlaymiz Dacha Parij haqida. Bu dachani hammalar yaxshi bilasizlar. Kam o'tkir shu joylarni obod qilib, necha yildan beri harakat qilib, shunaqa zo'r maskanga aylantirib qo'ydi. Faqat kelib endi bu yoqqa dam olish kerak. Telefon raqamlarimiz 97 130 77 20, 99 607 77 20, keyin Murod telefoni 99 830 77 20. O'rtoqlar, bu maskanga kelib dam olganlar juda yaxshi biladi. Ortiqcha gap so'z ta'rif kerak emas. Kelish kerak, bu yerga dam olish kerak. O'rtoqlar, bu yerdagi navoda olamini, tabiatini bu yerdan taralayotgan hidlarni ta'riflab beradigan bo'lsam, shunaqa bir uyg'unlikdagi juda ko'p o'simliklarni gullagan paytda hozir mana shu gullarni ko'ryapsizlar, shulardan ham hid keladi. Tepa to'la gul. Mana bu namatelar yaqinda gullab don soldi. Bu namateni bilasa, tog'ni namatagi juda shifobaxsh. Kuzda kelib pishgani terib olib ketsanglar, qishda chomollamaysizlar, choy qilib ichsanglar. Bu yerda o'simligi, turi xili juda ko'p. Yo'lni chetda ko'rasizlar, gul sotib turadiganlar bo'ladi. Mana shularga kelib, ana mana shunaqa kichkina gullardan yig'ib, guldastalar tayyorlab, chiroyli qilib yo'lni chetda sotishadi. Ajoyib. Dala bog'imizni markazida katta hovuz joylashgan, o'rtada kattalar uchun, ikkita chetida o'smirlar va bolalar uchun. Demak, bemalol bolalar ham kelib cho'milib, mazza qilib dam olishlari mumkin. Uni atrofi o'ralganni tabiiy o'simliklar bilan devor qilib o'ralgan, ham gulzor bo'lgani uchun uni tashqaridan, ichkarida cho'milayotgan odamlar ko'rinmaydi. Bemalol kelib cho'milishingiz mumkin. Shuningdek, avtoturargohimiz ham mavjud. Bemalol avtomashinalarni olib kelib qo'yib, shu yerga turargohga qo'yib dam olishingiz mumkin. Endi mana atrofda ko'ryapsizlar, hammasi yashillik. Bu darada doim shoboda suv bo'lgani uchun dara doim yashil tusda bo'ladi. Shu suvni tafti, shu suvni shudringlari chiqib, shu daraxtlarga hammasiga yashillik ato etib turadi. Shuning uchun bu yerda kislorodni, bu yerdagi havosini kim kelib nafas olib, ertalablari chiqib sayohat qilib aylangan bo'lsa biladi. Juda bir o'zgacha. Juda Oqtoshga borib dam olganlar bormi? Xuddi shunaqa ob-havo bu yerda ham. Chunki bu yoqdan Gulkamsoydan kelib qo'shiladi. Atrofi archazor bo'lgani uchun rosa kislorodga boy joy. Oilaviy dam olish xohlaganlar uchun maxsus kottejlarimiz bor. 4 kishiga mo'ljallangan. Orada bolalar ham bemalol kattalarga qo'shilib yerda dam olsa bo'ladi. Har bitta kottejga shunga o'xshagan tapchan biriktirilgan. Bu kalavatlarda bemalol dam olishingiz mumkin. Oldiga oshxona jihozlari, suv, xolodilnik, bu tomoniga o'choq qilingan. O'choqlarda bemalol ovqatlar taomlar pishirib, kerakli o'ziliga hammasini orasi yaqin bo'lgani uchun kerakli narsalar hammasi bir joyda to'plangan. Bundan tashqari tepadagi xonamizda ham juda katta zal mavjud. Bemalol ichiga 10 ga yaqin katta yoshdagi odamlar bemalol joylashishi mumkin. Mana bu archazorlarni ko'ryapsizlarmi? Ajoyibligini, hidini mazza qilasizlar bu yerda yurib. Kuzga borib, mana shu yerda ham rosa har xil turli gullar ochiladi. Mana ramashkalar ekilgan. Juda bir ajoyib, chiroyli bir gulzor joy bo'ladi. O'sha mashhur Eyfel minorasi, buni qurishga ozmuncha vaqt ketgani yo'q, lekin mana sekin-sekin buni qurib shu holatga keltirdik. Taxminan uzunligi 23 metr. Yana bir muhim joyi, dala hovliga kiradigan 3 ta shunaqa joy bor. Hozir markaziy qismidan tushib yo'qmi?
Har bir kottejning boshida, o'rtasida, oxirida shunaqa tushadigan joylar bor. Dala hovlida muhimi Wi-Fi bor. Wi-Fi shu minoraning eng uchiga o'rnatilgan. Kelsanglar, Murodjon kelsanglar, Wi-Fi kodini beradi. Bemalol mazza qilib mana shu atrofda internet desanglar, Telegram desanglar, Instagram desanglar, muammo umuman yo'q. Bundan tashqari dala hovlining chap tomonida 4 xonali yana bir kottej bor. Tepada 2 xona, pastida ham 2 xona. Bu tomonimizda lider kalavat bor. Bu kalavatga 20 dan oshiq o'zimga o'xshagan qipcha nozik yigitlardan bemalol ketadi. Mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Yonida mana hojatxonalari qo'yilgan. Undan tashqari pastga yana alohida betdan yo'l bor. Bu tomonda nima desa bo'ladi? Cho'qinli, katta, ko'pchilik sonli ulfatlar bilan kelib, mana shu yerga kelib dam olishingiz uchun juda bir yaxshi. Nima edi? Katta keng joy. Hozir marhamat, oshxonasini ham ko'ramiz. The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what Barcha supalarimizda 2 qavatdan parda qo'yilgan. Birinchisi har xil turdagi hasharotlarga qarshi bo'lsa, ikkinchisi shamolga qarshi, juda qalin matodan qilingan. Demak, endi oshxonamizni obzoriga o'tamiz. Hammasi o'choqli, o'tinlarimiz bemalol. O'choqlar ham shunaqangi qurilganki, ozgina o'tin bilan bemalol ovqat yeb pishadi. Bu juda ko'p o'tin ham sarflash kerak emas. O'choqlarimiz ham ekonom. Oshlar qilsanglar, dimlama qilsanglar, ozgina o'tin bilan bir pasda tayyor bo'ladi. Ham o'choqlarimiz ham maxsus g'ishtlar bilan qilingani uchun issiqni juda yaxshi ushlaydi. Bu tomonda idish tovoqlarni qo'yishga, idish tovoqlarni yuvishga joylar bor. Aynan shu oshxonadan agar pastga tushadigan bo'lsa, o'sha mashhur soyni bo'yiga chiqamiz. Dala hovlimizda har tomondan daraxtzorlar orasidan yo'lak qilingan. Bemalol bu yo'laklarda shunaqa ajoyib bir majnun pollarning soyasida aylanib, mazza qilib rohatlanib dam olsanglar bo'ladi. Ayniqsa ertalabki, kechki paytga chiqib aylangan sayohatlar juda odamni tetik qiladi. Hozir soyga o'tamiz, soyga ham bitta ko'rsatamiz. Bu soyni nomi Gulkamsoy. Suvi juda muzdekkina. Tanani yayratadigan, dilni yayratadigan shunaqa bir shifobaxsh xususiyatga ega bo'lgan suv. Bu juda tepadagi tog'lardan oqib tushadi. Buni eng tepadagi boshlanan joyi Katta Chimyondan boshlanadi. Katta Chimyondagi o'sha muzliklardan suv oqib tushadi. Suv juda tiniq, nihoyatda bu suvni bemalol olib ichsanglar ham bo'ladi. Yovvoyi tabiat qo'ynida mana shunaqa
zilol suvni shovullab tushishidan zavqliroq nima bor dam olayotganda. Shunaqa bir miyali asabla dam oladi. Bu suv har qatdan juda foydali suv. Ko'pchilik bu suvdan kelib olib ketishadi. Bu yerda ham buloq bor. Bu buloqni ham hamma yaxshi biladi. Kimda badaniga toshma, issiqlik toshgan bo'lsa, o'sha buloqni suvdan olib yuvib tursa, shu buloqni suvni o'sha toshmalarni ketkizadi. Suvni bo'yida shunday supalar bo'lsa, yumshoqqina yas suvni shunday quchoqlab olib, mazza qilib 1 soat tiniqib uxlasang, onadan yangi tug'ilgandek bo'lasan. Buni shu yerga kelib, bedor tunlar yulduzlarni tomosha qilib, tong sahar uxlab, mazza qilib dam olganlar biladi. Suvni mana shu shaldirashi shunaqa allalaydi. Hamma narsani unutib, shunday uyquga ketasizlar, lekin uyqudan turganingizda xuddi onadan yangidan tug'ilgandek bo'lasizlar. Chunki debda o'ziga yarasha energiyasi bor. Bu tabiat, ona tabiat o'zi shifokor deydi-yu. Har xil dori, har xil malhamlardan ko'ra mana shu tabiat qo'yiniga chiqib o'z vaqtida kasal bo'lishdan oldin kelib, dam olib, cho'milib, mazza qilib, rohatlanib, tabiat qo'yini davolansanglar, ana uni ta'siri boshqacha bo'ladi. Soy bo'yida 6 ta supamiz bor. Har bir supani oldida bittadan shunaqa o'zini hovuzi bor. Bemalol supada dam olib, hovuzda cho'milib, bettiga shovqin ham boshqa joyga eshitilmaydi. Hovuzlarni ham bir-biridan o'zini farqi bor. Chuqurligi ham ancha chuqur. Bitta bo'yi uzun katta odamni ham bemalol chuqur joylari ko'madi. Undan tashqari bu suv boshida bir badanni chaqqandek bo'ladi. Lekin ozgina chidalsa, badan suvga o'rganadi. Tez suvdan chiqib kelmay qoladi. Ayniqsa ulfatga kelib boshida suvga tushib, bir seskanib suvdan chiqadi, keyin badani suvga o'rgangandan keyin umuman suvdan chiqmay qoladi. Suvda mazza qilib cho'milish kerak o'rtoqlar. Hamma badandagi g'uborlari suv o'zi sekin chiqarib oladi.